Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Haydarov Sherali Islom o'g'li Axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi bizda asosiy mavzularimizdan bittasi ma'lumotlarni qidirish va baholash ishlari va yolg'on axborotlarni farqlash degan mavzuni bu men gapirib o'taman. Demak, asosiy tushunchalaridan bittasi real hayotimizda ma'lumotlarni qidirish va ularni baholashga qaratilgan hisoblanadi. Chunki deganda hozir bilamizki, butun ma'lumotlarni, ya'ni global tarmoqdan qidirayotgan vaqtimizda bir qancha asosiy vazifalarga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Sababi biz bilamizki, ma'lumotlarni qidirayotgan vaqtimizda ular ishonchli yoki yolg'on xabar ekanligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu olayotgan xabarlarimiz nima uchun aynan bizga ishonchli yo ishonchli emasligini bilishimiz uchun bugungi mavzumizni sizlar bilan biz davom etishga qaror qilindi va uni dolzarb masala sifatida qarashga imkon yaratildi. Demak, o'zi aslini olganda ma'lumotlarni izlashning ilmiy asoslariga nimalar kiradi va nima uchun biz aynan o'sha ma'lumotlarni ilmiyligiga qaraymiz degan savollar o'rtaga qo'yiladi. O'zi aslini olganda ma'lumotlarni biz qidirayotgan vaqtimizda o'sha kiritilgan ma'lumotlarimizni qandaydir kalit so'zlar orqali ma'lumotlarni qidiramiz. Lekin aslini olganda undan tashqari holatlarda ham boshqa bir ma'lumotlar borki, ya'ni rasmli ma'lumotlar orqali qidirish, tasvir orqali ma'lumotlar qidirish degan tushunchalarimiz bor. Lekin bizda asosiy bugungi mavzumiz aynan qidiruv tizimlari uchun emas. Bugun biz o'zimizga yaratilgan ma'lumotlarni, ya'ni o'sha ishonchli yo ishonchli emasligini aniqlashimizga ko'maklashuvchi maxsus qidiruv tizimlar bor. Bular ilmiy xalqaro axborotlar bazasi bilan ishlaydigan maxsus ma'lumotlar bazasi saqlanadigan tizimlar bor. Ulardan bittasi Google Scholar bor, Science Direct bor, Scopus nimalari bor, keyin Web of Science tizimlari bor. Bu orqali ulardagi har bitta chiqaradigan maqolalar, to'plamlar, jurnallar hammasi ishonchli manbalar hisoblanadi. Lekin biz bilamizki, internetda har qanday kelayotgan xabarlar u ishonchli bo'lishi mumkin emas, chunki hechnik jurnallar bor bo'lishi mumkin. Bu hechnik jurnallar nimaga olib keladi? Buni olib aytganda, bizga kelayotgan xabarlar nima uchun fake xabarlar bo'ladi? Biz ularni qanday ajratib olamiz? Biz birinchi ularni ajratib olishimiz uchun kerak bo'ladigan narsalardan bittasi mana shu bizda, ya'ni ilmiy ma'lumotlar bazasida, ya'ni xalqaro axborotlar bazasi bilan o'sha kelayotgan ma'lumotlarni biz nima qilishimiz kerak? Solishtirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. O'shanday holatlarda o'sha ma'lumotlar haqiqatan ham bizga ishonchli yo ishonchli emasligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu bitta asosiy tushunchalardan bittasi hisoblanadi. Endi biz ma'lumotlar haqida gapirdik. Endi ko'pincha bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda, yo bo'lmasa Telegramlarda, har xil kanallarda, yo bo'lmasa Instagram, Facebook ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqalib qoladi. U kelayotgan ma'lumot ishonchli yo ishonchli emasligini bizga qandaydir muammolar tug'diradi. Ularni oldini olishimiz uchun bizda o'zimizda hukumat saytlari bor, masalan Gov bor, yo bo'lmasa Edu tarmoqlari bor. Bu manbalar nima qilib beradi? Bizga kelayotgan xabarlarni haqiqatan ham rost yo rost emasligini bilishimiz uchun maxsus tizimdan ro'yxatdan o'tkazilgan kanallarimiz bor, tizimdan o'tkazilgan platformalar bor, tizimdan ro'yxatdan o'tkazilgan saytlarimiz bor. O'shalar orqali biz ularni qidirib topishimiz mumkin bo'ladi. Endigi asosiy tushunchalardan bittasini olib aytadigan bo'lsak, axborotlarni baholash mezonlarini gapirib o'tadigan bo'lsak, ular asosan bir nechta turlarga bo'lib, bittasi asosiy tushunchalardan bittasi ishonchlilik bo'lishi kerak. Ya'ni axborotlarni qidirayotgan vaqtimizda unga ishonishimiz kerak. Ishonishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ma'lumot, o'sha ma'lumot muallifi kim o'zi, u qanday muallif, balki u o'zini postiga boshqa bir insonni ma'lumotini qo'yib, o'sha ma'lumotni tarqalishiga sababchi bo'lishi. Ikkinchisi aniqlik, ya'ni axborot faktlarga asoslangan xatoliklar bormi, yo'qmi? Masalan, men bitta ma'lumotni o'qiyapman, u meni ko'nglimga qanaydir
haqiqatdan ham yaxshi deb faraz qilaman, lekin salbiy ma'lumot bo'lishi mumkinda. Ya'ni o'sha ma'lumotni biz haqiqatdan ham aniqligiga ishonch hosil qilmasdan turib, u kirib kelayotgan xabarga biz ishonishimiz kerak emas bo'ladi. Dolzarbligi, ya'ni dolzarb degani nima deb tushunishimiz mumkin? Ma'lumotlari yangiligi yoki hozirgi davrga mosligi. Masalan, biz bitta ma'lumot, hozir internet tarmog'ida shunchalik ma'lumot tez tarqalyaptiki, buni tasavvur qilish iloji yo'q. Lekin uni dolzarb bo'lishi, o'sha balkim o'sha ma'lumot bugun qilingan ma'lumot ertaga eskirishi mumkin. Ya'ni o'sha eskirgan ma'lumot asosida biz boshqa bir ma'lumotlarni tahlil qilishga sababchi bo'lib qolmasligimiz kerak. Demak, o'sha ma'lumot bizga haqiqatdan ham yangiligi, uning dolzarbligi bor bo'lsa, uni biz o'z vaqtida anglay olishimiz qobiliyatiga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi manbai desak ham bo'ladi, bazasi degan bo'ladi. Ular qayerdan olinadi? Rasmiy yo norasmiy saytlari bormi? Chunki u agar biz norasmiy saytlardan olib unga ishonch hosil qiladigan bo'lsak, bizni hayotimizga zarar yetkazadigan bir usul bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'zimizga o'zimiz choq qozib qo'yishimiz mumkin. Hozir uni ham bir gapirib o'tib ketaman. Chunki norasmiy kelgan xabarlarga ishonch hosil qilib, ularga biz ergashadigan bo'lsak, bu juda ham eng katta bir og'ir vaziyatlardan bittasi hisoblanib qoladi va nihoyat niyat maqsad qilish. Ya'ni axborotlarni xolismi yoki muallif fikrini targ'ibot qiladimi degan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi biz mana kiritilgan ma'lumotlarimizda ishonchli yoki yolg'on axborotlarni farqlashimizga to'sqinlik qilmasligimiz kerak. Ya'ni biz uni oldin kirib kelayotgan xabarlarni qaysi tarmoqdan bo'lishidan qat'iy nazar uni biz ishonchli yo'lmasa yolg'on xabarligini ajrata olsakgina biz kelajakda bir aniq maqsad bilan yashay olamiz. Kelayotgan xabarlarni biz o'zimiz uni kerakli yoki kerakmas turlarga, yoki ishonchli yoki yolg'on turlarga ajrata olmas ekanmiz, biz o'sha internet dunyosiga, ya'ni fake xabarlarga, ya'ni yolg'on xabarlarga ishonib qolib, o'zimizni keraksiz xabarlar girdobiga qolib ketishimiz sababchi bo'ladi. Demak, uning uchun albatta bilamizki, mana hozir ko'rib turganingiz kabi Telegram, Facebook, Instagram tarmoqlarida yangi xabarlar, eng svej xabarlar keladiki, u kelgan ma'lumotlarni biz anglay olishimiz kerak. Agar uni anglay olmay qoladigan bo'lsak, biz kimning domiga tortilib ketamiz. Masalan, xakerlar tizimi borki, ular sizga Telegram kanallaridan har xil xabarlar yuboradi. Yo'qsa o'zi haqiqatan ham bironta ma'lumot yozadi. Men sizga shuncha pul berishimni taklif qilaman. Meni mana shu kanalimga obuna bo'ling, yo'qsa mana shunga pasport ma'lumotlaringizni tashlang. Mana ko'ryapsizmi? O'sha kelayotgan xabarlar fake ekanligini bilmasak, ularning domiga tushib qolamiz va o'zimizdan bilmagan holatda nojo'ya xabarlardan bittasi, masalan, nomingizga kredit olish mumkin. Birinchi, ikkinchi, siz nomingizga ko'p ma'lumotlarni rasmiylashtirib tashlashi mumkin. Demak, biz o'sha kelayotgan xabarlarga oldin uni to'g'ri yo noto'g'riligini bilib, unga qarata ma'lumot berishimiz kerak bo'ladi. Hech qaysi tarmoqda, hattoki davlat organlari ham sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni talab qilmaydi. Uni o'zingiz pasportingiz yo shaxsiy ma'lumotlaringizni o'sha davlat organlarining oldiga borib, yo'qsa davlat xizmatlarining oldiga borib, shaxsan o'zingizning oldingizda o'sha ma'lumotlarni tekshiradi. U hech qachon ijtimoiy tarmoqlarda yoki qandaydir ma'lumotlarni sizga taqdim etishni so'ramaydi. Bunga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mana hozir men aytib o'tganim kabi ishonchli axborotlar va yolg'on axborotlar belgilarini ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, rasmiy manbalarni go.uz dan, edudan yoki ilmiy bazalardan topishingiz mumkin bo'ladi. Mualliflik ko'rsatilgan ma'lumotlar bazasini esa olim yoki ishonchli tashkilotlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Faktlarga asoslangan, ya'ni statistik ma'lumotlarga asoslangan ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Yangi dolzarb masalalari bor. Masalan, sanasi yaqin eskirib ketmagan ma'lumotlarni topishingiz kerak bo'ladi. Eng asosiy nimalardan bittasi, biz asosiy tushunchalarimizdan eng ko'p kerak bo'ladigan narsa yolg'on axborotlarni aniqlab olish. Ularni qanday? Masalan,
bloglar bor, anonim postlar bor. Anonim postlar uni muallif kim ekanligini bilib bo'lmaydi u. Xohlagan inson nomiga ochib, xohlaganday bloklar qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasa hayratlantiruvchi shov-shuvli klikbatlar yo bo'lmasa umuman boshqa bir usullarda sizlarni qiziqtirib qo'yadi, o'sha nimaga domiga tortish mumkin. Keyingisi hech qanday havola yoki manbalarga ko'rsatilmagan. Ya'ni u o'sha davlat tashkilotlari yo bo'lmasa xizmatlardan foydalanmaganini ko'rsatib ketadi. Mana shunday ya'ni yolg'on xabarlardan juda ham ehtiyot bo'lish kerak, sababi hozirgi vaqtda juda ham ko'p odamlarimiz mana shu nimalarga aldanib qolyapti. Yakuniy xulosa qilib nima demoqchiman men? Yakuniy xulosa qilib har bitta foydalanuvchi albatta nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni kelayotgan xabarlarni oldin o'qish kerak va haqiqiy davlat organlaridan o'tgan, ro'yxatdan o'tgan xabarlar bilan solishtirib ko'rish kerak bo'ladi. O'sha solishtirilgan xabarlarni haqiqatan ham rost bo'ladigan bo'lsa, o'shanda o'sha xabarlarga ishonish mumkin va unga nisbatan qandaydir chora ko'rish mumkin bo'ladi. Lekin biz buni men xulosa qilib aytmoqchimanki, ma'lumotlar oqimida adashmaslik uchun har bir axborotni tekshirish kerak. Mana shu tekshirmas ekanmiz, unga biz girdobiga kirib ketaveramiz. Ya'ni solishtirish va baholash zarurligini zaryotini biz kerak bo'ladi. Faqat ishonchli tasdiqlangan va xolis manbalarga tayangan holda qarorlar chiqarishimiz va ilmiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishining foydalari bo'lishiga buning uchun nima qilishimiz kerak biz? Biz kelayotgan xabarlarni yolg'on yo bo'lmasa ishonchli ekanligini bilishimiz uchun avvalambor kitob o'qishimiz kerak. Kitob qancha ko'p kitob o'qiydigan bo'lsak, shuncha bilimimiz ortadi va u kelayotgan xabarlarni biz bemalol haqiqatan ham mana shu kelayotgan ma'lumot to'g'ri, noto'g'ri bo'lishiga ishonch hosil qilamiz. Demak, qancha ko'p kitob o'qisak, badiiy kitoblar, ilmiy kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, shunchalik bilimimiz ortadi va kelayotgan xabarlarni rost yo yolg'on ekanligini aniqlashimizga sababchi bo'ladi. Demak, eng avvalo birinchi o'rinda biz bilimli, salohiyatli bo'ladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqdan kelayotgan har qanday xabarlarga ishonib qolmaymiz va uning ishonchligini ta'minlashimiz sababchi bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Fan o'qituvchisi Haydarov Sherali.